Rasul akram alayhissalatu vassalom bir hadislarda aytganlar, mashhur hadis, hammamiz eshitganmiz ham ko'pchiligimiz. Qaysi bir jamoa masjidda o'tirib deganlar, Qur'on o'qishsa va yatadarusuna deganlar. Va yatadarasunahu va Qur'onni dars qilishsa, ya'ni o'rgansa degan. Qur'onni o'rgansa degani mana shu siz bilan biz ishimiz inshaalloh. İnşallah siz bilan bizni hozir farishtalar qurshab turibdi. Allohning rahmati qurshab turibdi. Chunki hadisda shuni aytiladi. Hadisda Rasul akram alayhissalatu vassalom qaysi bir jamoa, musulmonlar jamoasi to'planib agar Qur'on o'rgansa, ularni 3 ta narsa qurshab oladi. Allohning rahmati qurshab oladi, Allohning sakinasi qurshab oladi va farishtalar qurshab oladi deganlar. Va farishtalar bir-birlariga maqtanishar ekan. Ey farishtalar jamoasi, qayerda yuribsizlar? Mana bu joyda zikr bo'lyapti, mana bu joyda suhbat bo'lyapti, Qur'on o'qilyapti. Bu yoqqa kelinglar. Bir-birlarini Allohning zikri bo'layotgan, insonlar Allohning zikrini qilayotgan, Qur'on o'rganayotgan majlislarga bir-birlarini chorlashadi. Ya'ni farishtalar ham havas qiladigan o'tirish inshaalloh.